Mana shlaka blokdan qilib, tom qismi shifr qilingan. Mana shu xonachani ichi o'zi issiqligi normalmi. Bularga ko'p issiqlik kerak emas. Bular mana shu mana sovuq bo'lsa oldin shunday tashlab qo'yasiz. Biron nima turadi bular. Bular ko'p issiqlikni yoqtirmaydi. Xudo xohlasa, mana shu qishdan chiqarib, agar yaxshi parvarish qilinsa, mana bolasini embrobdi. Mana. Hay, chechitmaylik. Mana oziqlantiribdi onasi. Qorinchasini to'yg'azibdi bolalarini. Mana ko'rdingizlarmi? Mana sizlarga mo'jiza. Sana bo'lamizmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 6, 7 ta. Mana sanaganim 7 ta. Mana onasi qornini to'yg'azayotgan payti. Mana tabiiy katta qilyapti-da onasi. Xudo xohlasa yana oz qoldi. Bir haftalardan keyin ko'zlar ochilib boshlaydi bolachalar. Shuni sizlarga ilinay dedim. Ko'p issiqni xohlamaydi. Mana bu tarafini tashlab qo'yaman. Bu taraflarga o't bosilgan issiq joy. Shamol aylanadi kunduzi. Kechqurun keyin gilamchalarni chetini tashlab qo'yasiz. Turadi shunday. Mana tomosha qilinglar. Quyonga qiziqayotganlar, bu ishni boshlashlaringizni maslahat qilaman. Nimaga deganda, ana yaxshi parvarish qilsangiz, 2 ta quyondan boshlang, 10 ta quyondan boshlang. Bu ro'zg'orga ancha nima bo'ladi, daromad bo'ladi. Bu yoqqa ham bitta ona quyon tushamiz. Xudo xohlasa yaqinda bo'la beradi.